Faqat men qaytdim. Svitoy uydamilar? Kim bu? Bacham-ku qamoqdan keldi. Bag'an lekin vashshe o'g'limiz o'zgarib ketibdi. Siz ham ancha qarib qopsiz meni o'ylab. Svitoyim ham yoshlari ancha o'tib qopti. Menda shuncha yil o'tdi. Qaytib sizlarning ko'zinglardan yosh oqishiga umuman qo'ymayman, ishonaveringlar. Hamsa, o'g'lingiz necha yil qamalgan? 2 sutka qamaldi, o'tgan kun ketgan-ku. Ha, o nimaga qamalgan? Qo'ylar boqib chiqar aydagan timokin. Shunga paxta o'tib aydagan bu. Fermer yozib bergan ustidan o'tgan kun ketgan-ku. Shunchami? Ha, o. Amakimga ne unaqa bo'lgan paxan? 2 yil oldin unaqa emasdilar-ku. Bilmasam, nima bo'lyapsan chori? Bo'ynimda grijam bor, shuni tushiraman. Bag'an hamma do'stlarim meni sotib ketdi. Shuncha yil o'tirib bitta narsani tushundimki, ota-onadan 2 sutka o'tirding-ku, kuchuk. 2 sutka o'tirding-ku, joni ham tegding-ku. Nima chizib tashlading? Tananga, nima bu? Tanimayapsizmi o'zingiz? Ada oila uchishga rasmimiz esdalik uchun chizdirdim-ku. Bu onangmi bu? Ha, mana siz. Bu shammi bu? Ha, men. Menmi bu? Ha. Kastimim qani men? Kastimim qani? Kastim nima chizmading? Hamsa, men rasmimni chizmabdi-da. To'g'ri gapiring qani onasini joni ham tegdingiz bor-ku. Assalomu alaykum oyijon, yaxshi dam oldingizmi? Otasiz katta qilgan o'g'limni sizga berib qo'yaman, yaxshi dam olamanmi? Egili. Bo'ldi, ya 3 ta bo'ldi-yu. Biz 3 tamiz. Uchalamizga 3 tadan bo'lsa ham 9 marta salom berishingiz kerak. Egilib. Choy turib uzatiladi. Shunaqa bo'lsin. Choy qolmadi. Choyni ichib olsin, damlab keladi. Oyim choy tugasa nima ichadi? Mayli, yaxshi ishlab keling. Onamning gaplariga xafa bo'lmagin. 1 yil sabr qilgin, ko'nikib ketasan. Xo'p bo'ladi deb tursang bo'ldi. Bo'pti, mayli. 1 yil dedimmi? 1 soatda qo'lga olaman. Umidaxonni to'yda kachmen bolani ko'rdingizmi? O'sha meni katta akam bo'ladi. Ishonasizmi? 5 yildan beri qiz topolmayapsiz. Sizni to'yda bir marta ko'rib, mubtalo bo'lib qopti-da. Rosa mehribon qiz ekan dedi, lekin aksi ekansiz. Kenajon, ertalabki holat prosta hazillikda. Akangiz meni, yo'q, sizni ko'rgani qachon kelar ekanlar? Birinchisi hal. Barnoxon. Nima? Voy Barnoxon, to'yda bo'ynovchi bolani ko'rdingizmi? O'sha meni kichkina akam bo'ladi. Naq 5 yildan beri qizoqlar topolmayapmiz. To'yda bir marta sizni ko'rib mubtalo bo'lib qoldim. Mehribon qiz ekan deydi, aksi bo'lib chiqdi. Voy, unaqa demang, kenayi. Akangizni ko'rgani borasizmi? Somsaqa beraymi? Ikkinchisi ham hal. Oyijon, nima qilsam ekan? Ha, dadam bo'ydoq-ku. Oyijon, bilasiz, oilada katta farzandman. Dadam 5 yildan beri onamdan keyin o'zlari bizni katta qildi. Shu to'ydan oldin uylab qo'yaymi desam, xudamga o'xshagan mehribon ayol bo'lsa, dedi. Ha, shuda, ko'r bo'lsa ham, cho'loq bo'lsa ham, kar bo'lsa ham bitta er bo'lgani yaxshi kelin. Assalomu. Nima bu ahvol? O'chir ovozingni, biz buni homiladorlikka tayyorlayapmiz. Suhrob aka, uyimga borib kelmoqchi edim. Jinnimi sen o'zi kelin bo'lib kelganga 3 kun bo'ldi-yu. Aka, mendan oldin kimni o'ldirdingiz? Kantovkani buzib qo'yibdi, tavba qildim. Ye. Ustaxonmang, ochirib bormi? Keling aka. O'tiring, shogird, qara. Ay! Qo'ling qiyshiqmi san bolani? Ko'zingga qarab ol. Agar yana bitta kesib olsang, men mazangni qochiraman. Ko'zingga qara. Hozir yoshda endi bu aka. Aka, sen bundoq qilasiz? Yo'q, quloqqa tupur tashiring. Voy. Sus. Ya, sen ataylab qilyapsanmi? Ko'zingga qarab ol, og'zingga oyog'imni tiqib olaman hozir. Bo'ldi, soch boshqa qaytarilmadi. Keling, ehtiyot qil. Agar yana qaytindir kesib olsang, qo'limda turgan qochini ko'zingga tiqib olaman. Ko'zingga qarab ol. Aka, quloqingizga kesib yubordim. Akajon, salomat bo'ling, kelib turing. Ustozing ko'rmadimi? Yo'q, ko'rmadilar. Sekin paqirga tashlab yuboraver. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 2 ta pivo berib yuboring. Piva? Ha. Uyatingiz bormi? Yoshgina qiz ekansiz. Alkogol sotishga uyalmaysizmi? Men to'kib charchamayman, sizlar sotib charchamaysizlar. Qancha pivalaring bor? Ko'pgina. Faqat shu ikkovini berib turinglar, keyin bir tamaki. Yo'q, u tamakidan emas. Narigisi. Winston X-Style seri 2 kapsulasi bilan. O'sha yomon ko'rinyapti ancha. Shundan boshlay. Nalichkami yo o'tkazib yuborasizmi? Uyalmaysanmi? Elga ziyon narsalarni sotib aqcha so'raysan? Men buni to'kkan olyapman, ichgan emas. Biti yo'q.
Oling, oling, boshliq sizga aylandim. Oling. Va qo'ydim. Sen bir ketaman bo'lsin. Sen yerga sovun semizsan. Voy, hazil qilasiz boshliq. Yo, komediya odamsiz qilasiz. Yemagan hazil qildim. Nimasi kulgili shuni? Xo'jayin uyingizda mashinangiz nechta yuzta? Bitta taxoyim bor. Bitta xolasizmi? Ha, sizda ikkitamisiz? Mana shu gaptirgan to'pchalarni qarab turgan. Siz konsert qo'ysangiz bo'ladi, ishoning. Mana shu yama sutqida tashlaydi. Bugundan boshlab zamimsan. Zamakansan. Sen bo'lin boshlig'isan. Endi tushundim.